Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi grammatikamiz bu AOChuda biyib berish. Xo'p, AOChuda bu kim uchundir biror ishni bajarish, yordam ko'rsatish, iltimosni ado etish ma'nosini bildiradi. O'zbekchasiga, o'zbek tiliga biyib bermoq deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, buni misollarda ko'rib ketamiz. Topda bu yordam bermoq edi. P bilan tugaydigan noto'g'ri fe'l va bu qanday o'zgaryapti? Topda qanday o'zgarardi? Bu yerga O harfi chiqadi, P tushib qoladi keyin AO qanday qo'shiladi? AO mana bunday holatda qo'shilib, tova chuvoyo bo'ladi. Yordam bermoq. Yordam berish. Keyingi gapga qaraymiz. Bu yordam bermoq tovachuda edi. Munil yoro chuseyok deyapti. Eshikni ochib bering, biyib bering. Solmyonge chuseyo, tushuntirib bering, iltimos. Sajinil chigo chuvsoyo, suratni olib berdi, suratga olib berdi bizda deb aytamiz. Chegil pilyo chuvsoyo yoki chegil pilyo chuseyo, iltimos qilyapmiz, kitobingizni qarzga berib turing. Bu yerda kitobni qarzga bermoq o'tgan zamonda qo'llanyapti. Demak, AOChuda bu biyib bermoq deb tarjima qilinar ekan. Demak, bu grammatik qo'shimchamizga tushundik degan umiddaman. Rahmat, salomat bo'linglar.